orqa kamerada menga ko'rinmayapti. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Tinchmisizlar? Sog' salomatmisizlar? Suyunchi, men traktni testidan o'tdim desam. Trakt permitidan o'tdim. Kimlardadir yordam bilan emas, pulga emas, bir tiyin pul ishlatganim yo'q. Shunchaki testlarni yodladim. Halol yo'l bilan, Allohga shukr. O'zim yodlab, o'zim ham xursandchiligimga nima deydi, o'sha hayajonimni haligacha men anaqa qila olmayapman-da. Chunki savollari ko'p, umuman menga aloqasi bo'lmagan, men umuman tushunmaydigan narsalarda bitta YouTube kanal topdim. O'sha kanalda to'liq o'sha nimada DMVda tushadigan savollar o'sha kanalda bor ekanda. Birinchi 150 ta savolni yodladim. Hammasini yodladim. 150 ta savolni 149 ta ham emas, 150 tasini yodladim. Chunki o'sha videoda 150 ta savol, video ketaveradi, test, birinchi testda aytadi, keyin oxirida ozginada javobini aytadi. Yana test, yana javob aytib ketaveradi. Men уже 3 marta ko'rgandan keyin videoni 4-marta ko'rganda test qo'ygan vaqtda birdan javobini aytib ketaverdi. Shundan bildim 150 tani yodladim. Lekin ikkinchi martada o'tdim. Chunki birinchi testga borganimda mana 3 ta ekzameni borda, katta ekzamenida 150 ta savol hammasini yodlamay borgan edim. 3 tagina yetmay qolib o'ta olmay qaytdim. Keyin yana 2-3 marta qayta ko'rib videoni, o'sha savollar hammasini yodlab bordim. 20 minutda o'tib keldim. General knowledge 60 ta savoldan 50 ta topasiz. Keyin ertasi kuni yana o'sha keyingi combination videosini ko'rib ertasi kun bordim. 25 tadan 20 ta topadimmi? Menimcha adashmasam combinationdagi. Keyin uni ertasi kuni airbrakesni yodlab bordim. Airbrakesda o'zi 20 tani topasiz shekilli. Combinationniki 30 tadan 25 ta adashmasamda. Xullas 50, 25, 20 o'shandayda. 60-95 ta 100 taga yaqin savol javob. Hammasini o'zim o'tdim, Xudoga shukr. Qoyilmisizlar? Trakchi bo'lmoqchiman, lekin xo'janim qo'ymayapti. Yomon trak haydam kelyapti. Mana mashin kichkinalik qilyapti menga. Trak haydamoqchiman. Vaqt yetmay qoldi. Hozircha xayr hammaga. Shu gaplar. Sog' bo'linglar.